Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Siz aziz o'quvchilar bilan arab tili harflari bilan tanishib chiqdik. Ana endi mana shu harflarni yakka holatda o'qilishlari va birgalikdagi o'qilishi deb nomlangan mavzuga kirishyapmiz. Alloh taolo barchalarimiz uchun oson qilsin, xayrli qilsin. Demak, mana bu harflarning barchasi arab tili alifbosidagi harflar. Alif, ba, ta va hokazo oxirigacha. Bularning barchasi arab tilidagi harflarning nomlari. Ya'ni misol uchun alif bu qaysidir tovushni ifodalamaydi, balki mana shu harfning nomi bu. Xuddiki ingliz tilidagi A, B, C ga o'xshash. Arab tilidagi mana shu harflarni ham alohida ko'rganimizda, bu harf qaysi deyilsa, misol uchun mana bunisi shin, mana bunisi dod, mana bunisi to deb aytishimiz mumkin. Ya'ni mana shundoq nomlanishini aytamiz. Lekin bu harflarni bir-biriga qo'shib so'z yasaganimizda nomini aytmaymiz, balki ular ifoda qiladigan tovushinigina talaffuz qilishimiz lozim. Misol uchun mana bu harfning nomi dod harfi edi. Bu so'zda qanday o'qilinadi? Do deb o'qilinadi yoki bo'lmasam bi yoki bu deb talaffuz qilinadi. Yoki yana bir misol. Mana bu harfimiz jim harfi edi. Bu harfimiz so'zlarda yoki ja yoki ji yoki ju deb o'qilinadi. Ya'ni holatiga qarab, ustidagi belgilariga qarab mana shundoq talaffuz qilinadi. Ya'ni j tovushini beradi. Umumiy qilib aytilganda, mana shu ko'rib turgan alif bo harflarimiz barchasining nomi bor, lekin barchasi qaysidir tovushni ifoda etadi. Davom etamiz. Mana bu harfimiz alif harfi edi. Mana bu belgi esa hamza belgisi. Agar alif harfining ustiga hamza belgisini qo'ysak va hamza belgisining ustiga kichkina tayoqchani qo'ysak, mana shu holatdagi harfni biz a deb o'qiymiz. Keyingisi alif harfi. Alif harfini tagiga hamza belgisini qo'yamiz. Hamza belgisini tagiga kichkina chiziqchani qo'yamiz. Mana shu shakl bo'lsa, i harfini ifodalaydi. Navbatdagisi alif harfi. Alif harfining ustiga hamza belgisini qo'yamiz. Buni ustiga bo'lsa, mana bu belgini qo'yamiz. Xuddi ilmoqqa o'xshagan belgini qo'yamiz. Mana shu ko'rinishni biz u deb talaffuz qilamiz. Endi mana shu harflarni qandoq yasalganini xuddiki matematik formulada misolida ko'rib chiqamiz. Birinchisi a harfini yasalishi. Keyingisi i harfini yasalishi va uchinchisi u harfini yasalishi. Demak, bu darsda a, i, u harflarini o'rgandik. Qaytaramiz. A, i, u. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.